Ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga bizga 150 ta odamga ish bor. Bu 3 ta skaladda 50 tadan 150 ta eng kamida odamni sig'dira oladigan ajoyib ish o'rinlari bizda ochildi. Bu ishimiz город Domodedovoda, город Podolskda, город Sofinoda. Ya'ni Moskovskiy oblastda ajoyib erkaklarga ham, ayollarga ham, xohlagan odam bezabyom, xohlagan odam abyomga ishlashi mumkin. Ish официальный русский firma, трудовой договор уделение hammasi kompaniya hisobidan beriladi o'z vaqtida. Oliylari sizlar kutgan va sizlar xohlagan minimum 98 ming rubldan 180 ming rublgacha. Mana shunaqa ish like arziydimi? Agar arzisa, iltimos videoni boshdan bir donagina videoga like bosib, kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, albatta obunasi bo'lib qo'yinglar. Chunki Zuhriddin Musofir kanali Rossiya territoriyasi bo'yicha eng zo'r ishlarni eng birinchi bo'lib chiqaradi. Demak, biz bu ishimiz haqida to'liq ma'lumot berishni boshlaymiz. Mana eng birinchi yotoqxonalarni ko'rib o'taylik. Birinchi bu Podolskdagi skaladni yotoqxonalari. Mana hamma sharoit bor bu yerda. Unalidan tortib hammom dushigacha. Sofinodagini ham ko'rishingiz mumkin. Undan ham zo'r sharoit bu yerda. Hamma usloviyalar bor. Yotoqxonalarda nima kerak bo'lsa, hamma jihozlari bilan bor. Endi Domodedoga keladigan bo'lsa, bu yerda ham Sofinodan ham yaxshisi, ya'ni hamma общежитие yotoqxonalar bir-biridan go'zal, bir-biridan sharoiti zo'r. Bemalol kelib mana shu joylarda yashashingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib bor ekan aziz obunachilarimiz. Hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun 27-mart 2025-yil. Bugun ajoyib yangi skaladlarimizdan bir emas, 2 emas, 3 ta katta skalatimizga kamida 50 tadan 150 tagacha odamni o'z bag'riga sig'dira oladigan bu katta kompaniya sizlarni ishga taklif etyapti. Va hamda Moskovskiy oblastida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga 3 oy bazada turadigan registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ishonchli va 3 oy bazada turadigan 100% kafolatli Avaz akamizni men sizlarga tavsiya etaman. Turda dogovor kerakmi, uvidimleniya xizmatlari kerakmi, nima xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos biz aytgan, biz tavsiya qilgan insonlarga murojaat qilsangiz, musofirda qiynalib topgan pulingizni mashinniklardan saqlab qolgan bo'lasizlar. Bu kompaniya haqida kimdir to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsa, Instagram silkasini qoldirib qo'yaman. Kommentariyada Instagram silkasi bor. Shunga kirsanglar, profili chiqadi. Bemalol qaysi kompaniya, qanaqa kompaniya, qanday ish yuritadi, bu haqida albatta to'liq ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. Demak, bu ishimiz skaladda kompletoshik, ya'ni erkaklar 18 yoshdan 45 yoshgacha, ayollar 18 yoshdan 40 yoshgacha. 3 ta katta skaladda aytib o'tganimdek, hammasida TSD yordamida mana shu ko'rib turganlaringdek, imенно shu skalad emas, bu boshqa skaladdan olingan video, ya'niki ish jarayonini sizlarga ko'rsatish maqsadida prostaki qo'yib qo'ydim, ya'ni tushunish oson bo'lishi uchun. TSD yordamida tovar yig'iladi, kompletoshik. Xo'p, bu kompaniyada yotoq tekin, registratsiya tekin, borib kelish tekin, forma beradi, yana nima? Obed tekin. Xo'p, obed, yotoq joy hamma joyda tekin. Bitta registratsiya qaysidir joyda, chunki 3 ta skalad-ku, qaysidir skaladda pullik, qaysidir skaladda besplatni bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu haqda, misol uchun siz qaysi skalad sizga yaqin bo'lsa, ekranda nomer turibdi. Siz albatta rus tilida gaplasha olishingiz shart. Rus tilini bilishingiz kerak. Ya'ni tushuncha bo'lishi shart. Chunki bu firma ruskiy firma, absolutno ruskiy. Faqat ruschada gaplashishingiz kerak. Mana menejerimning nomerini qo'yaman. O'zingizlar telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Bu rus, o'zbekcha tushunmaydi, faqat ruscha gaplashish kerak. Shuning uchun aytayapman. Demak, bu ishimizda skaladda kompletoshik birinchi 5 kun davomida sizlarga stajirovka besplatni bo'lmaydi, faqat platniy. Kuniga 3000 rubldan 5 kun ish kunida o'rgatiladi. Xohlagan odam bez abyom ishlaydi, xohlagan odam abyomga ishlaydi. Ko'proq joyda 5 kundan keyin abyomga o'tiladi. Qaysidir skaladlar esa xohlasanglar smenasi 3500 rubligi ham bor. Ya'ni fiksirniy stavka deydi. Bu fiksirniy stavka hamma skaladda ham bor emas, ayrim skaladlarimizda bor. Bu haqida ham albatta to'liq qaysi skaladga borishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ekranda nomerga Telegram, WhatsApp, promoy aloqaga chiqsanglar, qaysi skaladda ham fiksirniy stavka borligini uni ham sizlarga to'liq aytib beradi. Ya'ni xohlagan odam bez abyom ishlaydi, smenasi 3500, xohlagan odam abyomga smenasi 3500 dan 7000 rublgacha kuniga. Oyligi hammasida bir xil smenasi oyligi bir oyda 2 marta. Ya'ni birinchidan 15-chi pulini 30 da, 15dan 30gacha pulini 15-chi soda. Ya'ni oyda 2 marta. Birinchi 15-chi, 30-chi solarda oylik.
har hafta avans miqdori 3000 rubldan to 5000, 6000, 10000 rublgacha berishi mumkin. Albatta ish kuningiz o'tgandan so'ng. Ha, aytgancha обязательно dokumenti bor, Moskovskiy oblast patenti bor aka-opa singillarimiz qo'ng'iroq qilishlarini iltimos qildik. Chunki bu ishda Moskva dokument o'tmaydi, bez dokument olinmaydi. Faqat dokumenti tayyor Rossiya hududida, Moskovskiy oblast hududida yurgan aka-opa singillarimiz uchun. Yotoqxona sharoitlarini ko'rdinglar. Ya'ni yotoqxona o'sha Podolskda ham, Domodedovoda ham, Sofinodagi ham yotoqxonalarning usloyasini ko'rsatib qo'ydim. Kimga qaysi skalat yoqqan bo'lsa, пожалуйста, hozirroq borishingiz mumkin. Aytib o'tgandek, hamma qulayliklar bu skalatlarimizda bor. Yotog'i tekin, registratsiya tekin, obed tekin, borib kelish forma beradi albatta. Bitta registratsiya ayrim skalatda platniy bo'lib qolishi mumkin. Albatta u yerda ham qilib beradi, oylikdan ushlab qoladi. Mana shunaqa bugungi ajoyib yangiliklar edi. Kimga shu ishlarimiz yoqqan bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarimizga shoshilib hozirroq joylarimiz to'lib qolmasdan murojaat qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha Zuhriddin Musofir kanalidan uzoqlashmanglar, chunki juda ko'p ishlarimiz bor. Ochirt bilan har kuni biz sizlarga bundan-da zo'r ishlarni chiqarib boramiz. Shuning uchun albatta paytibsasi tugmasini bosib, mana shu videomiz manfaatli bo'lishi uchun barcha musofirda yurgan, ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga shu videoni podelitsiya qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammalardan qo'llab-quvvatlab turgan hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Men qaysidir ma'lumotni to'liq bera olmagan bo'lsam, ekrandagi nomerlardan to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, o'zinglarni musofirda ehtiyot qilinglar.